Assalomu alaykum. Hozir Pdaftarda obuna sotib olishni ko'rib chiqamiz. O'tgan safargi videoda balansimda pul yo'q edi va to'liq ko'rsatmagandim. Bu safar mana balansimga pul soldim. Hop, to'liq o'tkazdirib ko'rsataman. Tarifni almashtirib ko'rsataman. Hop, asosiy sahifa, profil sahifaga o'tamiz. Obuna sotib olishlik uchun shu asosiy balansda pul bo'lishligi kerak, yetarli pul bo'lishligi kerak. Hop, obunalar o'sha tepada eng yuqorida Xurshidjon deb turib, pastda nomerim turibdi. Shuni yonida rasm yuklaydigan nimaqa joy, yumaloq joyi ustiga ezganimizda, profil rasmi turadigan yumaloqni ustiga ezganimizda obunalarning ro'yxati chiqadi. Hozir starter tarifdaman. Mana SMS'im 67 ta jami 65 ta qolgan. Hop, starter tarifdaman. Endi plyusga o'zgartiramiz 30 ming so'm. 3 ta biznes 100 ta SMS qo'shilishligi kerak. Hop, tarifni o'zgartirish. Mana asosiy balansimda pulni ko'rsatyapti. Xarid qilishni ezaman. Hop, plyusga joriy tarif plyusga o'zgardi. Plyus. Mana bu yerda ham ana o profil rasmim turadigan pastida plyus starter turuvdi. Plyusga o'zgardi u ham. Balansimdan pul yechdi va 165 ta SMS bo'lib qoldi. Nimaga 165 ta? Bu yerda plyusda 100 ta SMS berishlik kerak edi, lekin eski SMSlarimni ustiga qo'shib beryapti. Shuni hisobiga 165 ta bo'lyapti. 65 ta SMSim bor edi.